talablarga binoan qo'yapman buni. Bu shaxsiy hududga kirish desak ham bo'ladi. Mana bu kartinani qo'lda akvarelda chizilgan o'sha Florensiyadan olib keldim. Shunaqa nimalarga qiziqaman. Mana buni esa o'zimizni mana mo'y bo'yoqda va holsda chizilgan. O'zimizni qadrdon xivamiz. Hamda o'sha mendan so'rashgan aynan burchaklari. Endi aybga buyurmaysizlar. Uyimiz 140 kvadrat metr va tozalashga uncha ulgurmayman. Mana shu yerni ozgina obzor qilmoqchi edim. Masalan, men uchun qadrdonligi bu yerda shu borib kelgan davlatlarimizdagi suvenirlarni ko'rish mumkin. Va bunga qaraganimda mana yonida stul turibdi, albatta oshxonada. Yana shu orzularga beriladi odam, xotiralar uyg'onadi. Bevosita har bittasini baribir o'zini tarixi, o'zini eslatadigan narsalari bor. Masalan, mana oddiygina mana buni oladigan bo'lsak, mana yozuvidan ko'rib turibsizlar. Argentina deb yozilgan, ya'ni buni Argentinadan olib kelganman. Tepasida El Mate yozilgan, ya'ni mate ichimligini ichish. Buni qiziqarligi o'sha mate ichimligini bitta idishdan bitta davrada suhbatlashib o'tirishadi. Argentinaliklarni qoyil qoldirgani telefondan deyarli foydalanishmaydi, lekin mana shu bitta idishdan hamma ho'plashi mumkin. Chiqib turgan mana shu trubkasidan. Yoki mana Braziliya o'ziga xos, Alcatrazga bordim, masalan, Alcatraz, San Fransisko, New York va mana Ozarbayjonga borganda, masalan, ha Ozarbayjonga ketyapsiz, brilliant olib kelasizmi deyishganda, ha gipsni orasida olib kelaman dedim. Masalan, bittagina shu aytish mumkinki, odamni har qanaqa bo'lsa ham o'ynab gapirsang ham o'ylab gapir deydi. Gips bilan qaytdim haqiqatdan, ya'ni qo'lim sindi. Qirg'iziston, Cancun, Meksika, Chechen Itsa, endi bu Cancun o'ziga xos. Uni tarixini gapirishim uchun yoki ozgina taassurotlarini gapirishim uchun ancha vaqt ketadi. Uning tepasidagi masalan o'sha Konyaga Hazrat Rumiyda ijorat qilgani bo'lganda olganman. Unda ham o'zini yozuvlari bor. Mana shunaqa bir chiroyli suvenir. Bu ham masalan mana o'ziga xos tarixga ega. Buni bilayotgandirsizlar, bu Turkiyadan olib kelganman. Ichida nazarlar solingan, ya'ni nazar ko'z tegmasi degan narsa turklarda ham bor. Buni juda kattalarni kim Turkiyaga bilsa, o'sha binolarni peshtoqiga ham osib qo'yishadi va o'ziga xos. Yonidagi qizcha esa shu u ham Meksikani bir ramziy belgisi. U yerda bir Frida Kahlo degan mashhur rassom bor. O'sha rassom ayolni ko'rinishidan foydalanishadi. Bilbao, bu yerga ham o'ziga xos taassurotlar bilan borganmiz. U yerdagi dunyoda 3 tagina muzey bor. Shunaqa Kanadaga masalan borganim. Buenos Aires endi cheksiz taassurotlar. Allohga ming shukr. Yoki mana Niagara Falls, ya'ni Niagara sharsharasidan tashqari oldida o'sha suvdan himoyalanish uchun maxsus fortlar qurilgan, ya'ni qo'rg'onlar deylik. Qal'alar o'shandan dushmandan himoyalanish uchun foydalanishgan. Bu Xitoy malikasi, bu Las Vegasdagi o'sha qimorxonani, kazinoni belgisi. Mana shu bilan o'ynashadi. Ispaniya endi biz uchun qadrdon davlat, ostona qo'shnimiz. Har bittasiga Kaliforniya haqiqatdan insonni yuragiga aylanib qoladi. Pisaga masalan bordim, mana bu minorani ichida men birorta maxsus bir deylik qurilmalar bor deb o'ylardim. Xonalarmi, hujralarmi, lekin uning ichi bo'm-bo'sh. Ya'ni mana biz quduqqa tepadan qarasak ichida hech narsasi yo'q. Atrofida mana shu chiqadigan joylari ichi bo'm-bo'sh, tepadan qarasa ham turadi. Faqat bu aylanib chiqib o'sha tepada qo'ng'iroqni chalish uchun ishlatilgan. Atrofi katta-katta ibodatxonalar.
haqiqatdan mana shu ko'rinishda hozir mana tepasiga ham chiqdim. Shvetsariya endi bu Shvetsariya. Uni ham tabiati go'zal. Yoki mana bu orolga borganim Kasumel juda ajoyib orol. Rossiyaga borganimiz. Bu yerda yana qayerdadir orolni esladim. Islas Azores bor edi. Islas Azores. Mana Lisboa, Portugaliyada, lekin aynan menda katta taassurot qolgani Azor orollari. Hammaga borish nasib qilsin. Mana buni o'zi masalan nima deydi? Braziliyada Curitibadan sotib oldik. Menimcha Curitibadan. Yo'q, bunisi ekan Curitiba. Mana yozib qo'yilgan. Xullas, endi buni gapiramiz desak, har birida tarix bor, har birida xotiralar yashaydi, esga soladi. Men uchun qadrdon burchak bu. Yana sayohatlar qilish nasib etsin. Borish bu davlatlarning ba'zilariga bir necha martalab borish nasib etgan. Lekin men mana Hindistonga hali bormadim. Hindistonga farzandlarim bordi. Bu tomonda ham bor. Bu tomonning alohida hali qilaman obzor. Masalan, mana buni qizchani oladigan bo'lsak, bu ham qadrdon. Buni biroz changam bosibdimi. Havasim ketdi. O'shanda Braziliyadagi bir muzeyga kirgandik. Bananlar muzeyiga va u yerda anchagina qimmat narx aytishdi. Bu sopol tushib ketsa sinadi, arzirmikin deb qayta olsammikin, olmasammikin deb chiqib ketdim. Keyin kechqurun shogirdlarim kelishdi. Fotima, eshitayotgan bo'lsang, katta rahmat senga va sizga surprizim bor deb bir qog'ozga o'ralgan qutichani berdi. Ochsam shu chiqqanda shunaqa xursand bo'lganman. Chunki ikkilanib, afsuslanib ketsang, baribir keyin olishim kerak edi degan fikr keladi-da. Bu qizaloq, demak, o'sha Afrikadan nimaga olib kelingan qullar. Mana bu ham masalan, bu endi hozir tagida baribir tillasi bor edi. Qanchalik darajada ko'rinyapti. Bu yoshlik eliksiri. Buni Meksikadan olib kelganman. Tilla kukuni solingan to'la. Ichimlikning nomi ham hozir esimga tushmadi. Masatepekmidi, nima edi? Tagida yozilgan bo'lsa, hozir ko'ramiz. O'qiy olmadim. Qisqasi mana shu ichimlik tushib ketdi, lekin hech narsa qilmadi, og'zi uchib ketdi. Bu yoshlik eliksiri olib kelganman. Albatta ichilgan bu narsa. Yoki mana bu mana San Fransiskoda borganda olingan. Masalan, shu idish $12.99. Juda ham ajoyib. Bu yerda ham o'ziga yarasha mana bu ham menga juda yoqadi. Bu o'sha tog'da neft emas, mana bu vulqon otilgandagi lavadan tabiiy toshlar, tepasidagi hammasi tabiiy tosh. Meksikada ham quyosh oy kulti bor. Mana tepasida oyni ko'rishimiz mumkin. Va bu o'sha bir ilohlardan biri. Hammasi tabiiy tosh bu yerda. Va insondagi o'sha salbiy energiyalarni bilasizlar, tabiiy toshlar tortib olish qudratiga ega. Men noskadi o'zimiz Buxorodan olganman. Buni ichida eshitilayotgan bo'lsa, gullarni urug'ini solib qo'yganman. Og'zini ochganda juda ham chiroyli hid chiqadi. Endi bu yerda ham anchagina katta va vaqtimiz kam. Boshqa payt birorta obzor qilishim mumkin. Hozir mana archalarimiz bir xillari biroz ko'chada
quriy boshlabdi. Bularni kestirish kerak, qarash kerak. Ana mushuklarimiz bor, kelib dam olishyapti. Hammaga xayrli kun tilayman.